Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlar qorg'ishdan ehtiyot bo'linglar. Ikkita yomon qorg'ish bor dedilar. Ittaqul la'inayni. Qorg'ishda qolib ketasiz, ehtiyot bo'ling dedi. Va man la'inani. Banda qorg'ishda qolish mumkin bo'lgan holat nima dedilar? Tariqun nasi va mashrabahum va majlisahum, odamlarning yo'li, o'tiradigan joyi yoki ichadigan suv joyi. Hozir bilasizlarmi? Qaysi kelinni ko'rsangiz, bolasi tushib qolyapti, bilasizlarmi? Masalan, eri Rossiyada tamaki yurmayapti. Sizdan manaqa to'yni ko'tarib olib, bizni onalarimiz deydilar, bolasi tushib qolsin deb tomdan irg'irdi. Bari tushmasdi. Hozir jo'p-jo'n uyda jim yotib, hali qo'zg'alib qolish nima deydi? Shunaqa bo'lib qolyapti. Bilasizmi, erta 6 oy, 5 oy bo'lganda shunaqa bo'lib qolyapti. Xullas, eri ham yo'q, hali erman yotib qo'ydim desak. Nimaga desa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qorg'ishda qolma degan so'zni keliningizga tushuntirmayapsiz-da. Pampers solib, eri ikkovi o'g'illiqcha bizni arig'imizga tashib ketib qolyapti. Biz bilmaymiz. U yerdan ichayotgan qurt bor, qumursqa bor, u ariqda oqayotgandagi farishtasi bor, jini bor. Qorg'amaydimi deysiz? Yo jumada bitta domla qorg'asingni alam qilasiz, u farishtani qorg'ishi sizga o'tmaydi deysizmi? Ve farosatni ishlatish kerak odam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qorg'ishdan ehtiyot bo'ling, ko'karasiz dedi. Hadisi sharif, meni gapim emas bu. Nima ekan qorg'ish desa, yo'l bilan odamlar suv, aynan yo'lga tashlaydi, suvga tashlaydi, bir ko'mib qo'yib, bir chekkaroqqa tashlashni ham bilmaydi. Domla ariq hasharga chiquvdik, 5 qop pampers to'pladik deydi. Uni bolasini, go'ngini, silqindisini el ichish kerak ekanda. Ko'karadimi endi desa, xuddi o'sha bola tushib qoladi. Bolangdan tort dedimikin, ha? Uni boladan tortdimikin? Keliningizga mana bu masalani qo'yib bering. Qorg'ishda qolasan deng. Bechora deputatlarimiz mehnat qilib hukumatgacha yozib portirlar qo'yib berdi, shu qo'y elda hech eplay olmaysan ekan, qo'y deganim sar qo'yib ketyapti deyshib. Nima qo'yib qo'ydi? Portir. O'shini ham tashlashyapti. Ishonasizmi aka? Har bitta mahallada portir aylanadi. To'g'rimi? Seshanba, chorshanba kunini belgilab. Shu qorg'ish kerak, hali kelinga bor. O'shaga tashlab qo'ysa alam qiladimi deyman-da. Laqmaylar. Qorg'ish yomon narsa. Ko'karmaydi odam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deganlar bilasizlarmi? Eshiting. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Masalan, oldin bunday demas edik. Hozir nima talqin qilishadi? Domla sahih hadis gapirdimi, zaifmi, qanaqa deydi, bilib oladi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Mana domlaning gapi emas. Al-imanu bid'un va sittuna shu'batan. Iymon 60 nechta ham shoqli daraxt. A'laha uni katta o'zagi, asosiy tomiri la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Kalima shahodat, kalima keltirish. La ilaha illalloh deyishlik bilan bitta daraxt paydo bo'ldi. Uyga kichkina ko'chat ekib qo'ysangiz ham daraxt do'ramiz, uni kofir demaymiz. La ilaha illalloh deb sigaret chekib yursa ham musulmonta deymiz. Ichib yursa ham musulmonta deymiz, alam qilib yashaymiz. Xotinini urib qo'ysa ham chidaymiz, musulmonta deymiz. Kasal qilib o'ldirib yuborsa ham chidaymiz. Ammo haqiqiy daraxt qanday bo'ladi? 60 nechta shoxi chiqmaguncha uni daraxt ko'chatda. Bozordan bir ko'chat olib kelib ekuvdim. Bolalarim daraxt demaydi, o daraxt deb yo'q, bu ko'chat deyishyapti. Bilmayman sizga ham qalbingizga ekilgan iymonni talabalar nima der ekan? Ko'chat desa kerak. Men daraxt desam ishonmaydi, ko'chat deydi. Daraxt bo'lish uchun nima bo'lish kerak desa, 60 nechta ham shoxi bo'lish kerak. Va eng asosiy o'zagi ekilgan joyi to'g'ri la ilaha illalloh so'zi. Va adnaha eng past joyini 3 shoxlarini misolini keltirish kerak bo'lsa, imatatul ada ani tariqi, yo'ldan bitta ozorni o'ziz tashamagan ozorni olib qo'yishingiz ana iymoningizni shoqlaganini belgisi. Shu masalani qilsam, ba'zi bir oqsoqollarimiz bor. Qo'lida xalta bilan ko'rasizlarmi? Masjidga qatnashib boshlaydi. Bir joyga to'plashadi tag'in, keyin kes endi zajigalka bormi? Men chekmay qo'yganman, hazillashib haligini yoqib qo'yib yurgan oqsoqollarimni taniyman. Daraxtni shunaqa daraxt bo'lib ketgan, har bitta qaytayotib alhamdulillah yetkizganingga shukr deb ketayotib, engishib, haligi bolalarimiz tashlagan axlatni to'plab ketadi. Keyin u bir hafta bo'lganda to'planib qolsa yoqib qoladi. Ajoyibda, go'zal bir odatlari bor. Hozir endi o'shni xaltaga to'plab turib, porterga solib qo'yishyapti. Wal haya'u shu'batun minal iymon. Hatto bandani uyatishi ham iymonni bitta shoqi. Hatto mana shu hadisni bilmagan, menga o'xshagan bitta ikki tomlar
Xudodan uyatmagan bandadan uyatarmiding deydi. Ve bandadan uyatishni o'zi iymon deb Rasulimiz aytayapti. Biznikilar aytayapti, bandadan Xudodan yashirmagan bandadan yashirasanmi deb Ramazonda sigaret chekayotganini ko'rasiz. Xudodan yashirmagan bandadan yashirasanmi deb yalang'och yurgan ayollarni ko'rasiz. O'sha uyatmadingizmi, hali iymonli emassiz, jon birodar. Uyating. Uyatishni o'zi bitta katta ne'mat, iymon o'sha. Iymonliligimizni belgisi. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilganlar. Baynama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin. Bir odam yo'lda ketayotgan ekan. Bir daraxtni shaxchasi bilan mashinasi shilib qoldi deymiz u. Odam betini shilib qolgan otliqlar yuradi-yu, o'sha shaxchani chiqib turgan ko'rib qolib, fa akhadahu fa shakaralloha lahu faghfarallohu lahu. Haligini shoxchani to'xtab, sindirib, odamlarga xalaqit qilmaydigan qilib qo'yib, ya Rob, shu ne'mat yetkazganingga shukr dedi. Alloh taolo uning shukrini qabul qildi, evaziga gunohini kechirdi. Bitta shoxchani sindirib qo'yganligi uchun jannatlarda mavqidan unga bunga erishganini ko'rdim deydi. Imom Muslim rivoyat. Men ham shuni ko'rdim. Bir kuni bitta tola tarafdan ketyapsam, bir tikodagi bitta bolani ko'rdim. Tikodagi bola. Men bilaman, u bog' uniki emas. Tushib, kichkina arachasini olib, yo'lda haligi mashinalar probka bo'ladi-yu, shaxchadan qochib nari tarafga o'tayotgan joyda bilardim men ham haligi yo'l, katta yo'l remont bo'lib, u yoqdan bu yoqdan yurib qoldi-yu. Arachasini olib, haligi shaxchalar aralayapti-da. Betin tanib olay, jannatga ko'rib qolsam ajab emas dedim. Shunaqa bolalarimiz bor, alhamdulillah. Ular bor, biz yuribmiz-da. Shunaqa bo'laylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nasihatiga quloq tutadigan bo'lsak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zini so'z deb biladigan bo'lsak, musulmon odam yurgan ko'chasini belgisi bo'ladi. Daraxtlari soxlanib qoladi. Nima deydi, mashina tarafga chiqib qolgan shaqqi bo'lsa daraxt, quyosh qaqqi bo'lsa o'sha chiqib o'tib ketaverar ekan, haligini kesib qo'yadi. Unaqada uydan so'ralmaydi. Masalan, uyda erkak yo'q, odam bo'lsa kesib u janjal qilaversin. Yo'l davlat haq, vaqf. Yo'lga men olmay kelib qo'ysam, mendan so'ramaylar, u meniki emas u. Tushundilarmi? Men daraxtni ko'chaga ekaman. Niyatim meni bolam, sizni bolangiz yesin, sadaqa bo'lsin. Balki yer katta ekan deyman-a, kelgan yo'lda mashina ko'payib ketib xalaqit qilish boshlagandan keyin olayotganingizda mendan so'ramang, xafa bo'laman. Tomiridan olganingizda mendan so'ramang. Ko'chani haqqi. Deputat kelib indamay ketaversin. So'ramaylar, el ayniydi. Yurt buziladi. Chaqirib, mana daraxtingizni ariqqa chiqib qopti, olaveraymi demangda. U nima qiladi? Bo'kiradi. Nima deyapsan? Men ekkanman. Yo sen ekib qo'ygan joying bormi deb hovliqtirmang uni. Musulmon bo'lsangiz so'ramay olasiz. Musulmon Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, hali haqqini so'ramay kesasiz. Chunki ko'cha kimning haqqi? Allohning haqqi. Allohning haqqini bandasidan so'ralmaydi. To'g'rimi? Masjidni, hojatxonasini yurayotganingizda bir marta mendan so'ramadingiz, qachon chiqsam o'g'irliqchi bo'lib qo'yyapsiz, to'g'rimi? Chunki Allohning uyi. Ko'cha ham Allohning haqqi. Shu bir-birimizni aynitmaylik. Palon qilaylikmi demang. Hali odam haddidan oshar ekan, to'g'rimi? Keyin menda qilma deyishni o'rganar ekan. Shuni so'ramaylar. Ayniqsa ulushlarda shunaqa gaplar bo'ladi. Bilasizmi? Ulushda arig'ini chopgan chiquvdik. Palonchi choptirmadi. U yerda terak bor ekan, biltirib tur dedi, olmasi bor ekan. O'shini olmani tomiridan yulayotganingizda egasidan so'ramang. O'sha ariq davlat odatda bu yog'iga 1,5 metr, bu yog'iga 1 metr qilib joy tashlaydi. U davlatda biz ham yashayapmiz, o so'rang kattalardan. O'sha narsani so'ramay olinglar. So'rab olsangiz el ayniydi. Elda aynitishga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ulug'lar aytadilar, yaxshilarni so'zi butun bo'lmasa, yomonlarni kuchi kuchayadi deydi. Yaxshilar butun gap gapirish kerak. Haligi sizni ishonib deputat qilib sayladingmi? Bo'shashib, mol olaveraymi demangda. Sizni butun mana shu masjidning elini boshlig'i qilib sayladik. Siz menga boshliqsiz. Mana o'tirgan jamoatga boshliqsiz. Siz o ichimizda eng maydasidan, mayda gapidan gap so'raysizmi? Bundan so'ramaysiz. Shart olib, shart yig'ishtirib o'rganing. Domla ham o'sha shariatning so'zini qo'llab o'rgansin. Xudodan qo'rqaylik. Bu odam ham nafsi uchun qilmayapti. Senga yomon ko'rinishi Xudoning roziligi uchun deydigan vijdonli domlani saylaylar. Domla ham haligi jonkuyar bo'lsin. Xudo uchun gapirishni bilsin. Musulmonlarning atrof muhiti toza bo'lmasa
qachon yurtimiz toza bo'ladi?